yaxshidan bog' qoladi degan, albatta ko'chat ekib bog' yaratish xalqimizning ming yillik qadriyatlaridan hisoblanadi. Ya'ni yangisini ekish yaxshi, lekin borlarini saqlab qolish degan masala ham borda. Bu bo'yicha Tohir aka fikringiz qanday? Albatta bilasizmi, mana yuqorida ham aytib o'tishdi. O'zi aslida O'zbekiston xalqi bog' yaratishi eng eskidan oldindan mutaxassis bo'lishgan. Kitoblarda o'qishimiz mumkin yoki bir ma'lumotlarda juda ko'p yozilgan. Masalan, Samarqand atrofida Amir Temur qurgan qancha bog'lar bor edi. Bor edi. Shu paytgacha afsona sifatida shu bog'lar shu paytda borligi to'g'risida ko'p ma'lumotlar bor. Boburnoma yoziladi. Boburnoma Bobur hozirgi Afg'oniston hududida o'sha bog'i Bobur degan bir bog' yaratgan ekanlar. Men kitobda o'qiganim, u ham qabrlari o'sha yerda joylashgan ekan, chunki bu bog'i go'zalligini hisobga olib turib, o'sha paytdagi Bobur yaratgan bog'ini chiroyliligini hisobga olib turib, vasiyat qilingan ekanki, Boburning qabri ham shu bog'ga olib kelib qo'yilsin degan o'zi tomonidan vasiyat bo'lgan. Endi bu juda ham katta nima deydi, bu har bitta inson yoki mutaxassis uchun emas, balkim har bitta O'zbekistondagi yashovchi uchun belgilangan me'yor deb o'ylayman. Albatta hamma daraxt ekish kerak. Chunki daraxt ekkandan keyin uni nafaqat mevasi, bu albatta ekologiya jihatidan, hozirgi yashil makon jihatidan ham O'zbekiston uchun ham juda ham kerakli narsa. Faqat bu narsani har bitta odam o'zi qalban, yurakdan his qilib, shuni ko'karishiga imkoniyati boricha harakat qilish kerak. Mana 3-4 yil oldin shunaqa bir mutaxassislar tomonidan taqiq qo'yildi. Demak, kunduz kunlari sug'orilmasin daraxt, faqat kechasi 12 dan ertalab 6 gacha sug'orilsin degan shunaqa bir ko'rsatma bo'ldi. Ba'zi birlarini shu kunduzi daraxt sug'organlarni jarimaga tortishdi. Men mahallalarda yurganim uchun aytibman, o'sha paytdagi ekilgan, afsuski ko'p daraxtlar kunduzi sug'orilmaganligi uchun, kechasi uyqudan turib sug'orish ko'pchilikka malol kelganligi uchun ba'zi bir daraxtlarimiz o'sha paytda qurib qoldi. Mana endi hozir istardimki, mutaxassislarimiz shu daraxtlarni sug'orish yuzasidan, ayniqsa mana prezidentimizning ko'rsatmalari, farmonlari yaqinda chiqdi. Mana shahar hududidagi yopilib ketgan barcha arg'larni ochib, mana hozir ko'ryapsizlar, barcha tumanlarda yopilib ketgan beton arg'lar bo'lardi. Shu beton arg'larni ochilib, shu yerdan suv yurg'izish masalasini hozir ko'rishyapti. Buni nimaga? Bu eng asosiysi shu yashil makon qilish maqsadida, har bitta daraxtga suv yetib borishi maqsadida shu narsalar qilinyapti. Yaqindagina mana 1-aprel kuni prezidentimiz tomonidan o'sha dendrologik park tashkil qilish yuzasidan o'sha yerda bir juda katta shu bog' yaratish nuqtai nazaridan daraxt ekish marosimi bo'lib o'tdi. Men ham shu yerda qatnashdim. Albatta bu dendrologik park nihoyatda hozirgi paytda, hozirgi zamonda Toshkentimizda, O'zbekistonimizda mana shunaqangi bir havo o'zgarishi bo'lib, issiqlik kuchayayotgan paytda yashil makon albatta zarur, kerak. Bilasizmi, men dendrologik parkka qurilishda ishtirok etganimdan g'ururlanib, ham shu yerda bir ko'rib, uyga kelib shu narsani gapirib berdimda, ertasi kuni o'zimning xonadonimda daraxt ekdim. Masalan, hozir ko'p xonadonlarga borsangiz, zamonaviy deb tushuntiraylik, endi yoshlarimizga ma'qul bo'ladigan, hali ko'pincha kanadagirang ekib qo'yishadi, shu yerda o'yin o'ynaymiz, boshqa qilamiz. Men maylarimga, farzandlarimga, nevaralarimga tushuntirdimda, borib bozordan 4 tup mevali daraxt oldim. 4 tup manzarali daraxt oldim. Kim boy daraxt sotayotgan yigit juda yaxshi mutaxassis ekan. Amaki dedi, nevaralaringiz bormi? Ha, nevaralarim bor. 8 ta nevaram bor, 2 ta evaram bor desam, Mamutda dedi, zo'r anaqa malina bor dedi. Shuni olib keting 20 tupi dedi. Bolalaringiz bittadan olib yeb ko'rsin dedi. Demak, buni keyin meni xayolim kelyapti. Tasavvur qiling, yoshlarimiz mana, bolalarimiz xonadonida bo'ladimi, yo birorta bir bog'da bo'ladimi, mevani uzib yeyishi mazasini totib ko'rishlik kerak. Biz yoshligimizda shu ish qilganmiz. Uzumni mevasidan olib yeyish, daraxtidan, olmani daraxtidan olib yeyish,
o'z yoki boshqa bog'ingizdan mevalar. bo'lsa, u o'zingiz yetishtirgan o'z bog'ingizdan bo'lsa, Albatta. hech qanday ortiqcha bir ximikatlarsiz, ortiqcha bir dorilarsiz bo'lsa, u tabiiy bo'lsa, albatta uning zavqi ham boshqacha. Albatta. Va o'zingizdan bir qoniqish ham his qilasizda bu yerda. Biz hozir mana yaratuvchanlik haqida, daraxt ekish haqida gapiryapmiz va sizning tashabbusingizni mana oila davrasida biz qo'llab-quvvatlaymiz. Qaniki har bir yurtdoshimiz mana shunday bo'lsa.